يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبياني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. سنبدأ درسنا من الدرس الرابع. موضوعنا المواصلات. المواصلات بمعنى في اللغة الأوزبكية وسائل المواصلات، يعني transport vositelari. 4-darsni boshlaymiz inshaalloh. Kalimatu dars. Darsdagi yangi so'zlar: suqun bozor, sa'bun qiyin, askunu yashayman, shimalun shimol, janubun janub, sharqun sharq, g'orbun g'orb, tahta tagida, favqo ustida, amama to'g'risida, ro'parasida, xolfa xolfa degani orqasida, yamin o'ng tomonida, yasar chap tomonida, daxil ichida, xorij tashqarisida, mumtaz ajoyib, zaviya burchagida, ta'axxartu kech qoldim, vaqtun vaqt, mubakkirun erta, muvasolat vositalar, ta'ti kelyapsan yoki kelyapti, ahyanan ba'zida, vasola yetib keldi. سنتعرف عن تعبيرات الدرس. Endi darsdagi yangi iboralar bilan tanishib olamiz. Vasatul Madina, shaharning, vasot degani markazi, shaharning markazi. Ayna taskun, ayna qayerda, taskun yashayapsan, ya'ni qayerda yashaysan. Biddobt, albatta, aniq. Qismu shurta, qism yoki bo'lim. Shurta degan politsiya, politsiya bo'limi. Qoribun min, qoribun asosan min predlogi bilan keladi. Qoribun min bir narsa, ya'ni bir joyga yaqindir. Bu yerda min dan emas, ga deb tarjima qilinadi. Ya'ni biror joyga yaqindir. Masalan, al masjidu qoribun min bayti. Masjid uyimga yaqindir. Endi bu haqda dars davomida umumiy ko'rib ketamiz. E'tibor bergan bo'lsangiz, mana xo'p, favqo, amama, xolfa degan bugun yangi so'zlar bor ekan. Bular nima o'zi? Sizlar bilan dars davomida ko'ramiz. Grammatik qoidalari bor. Inshaalloh tushuntirib bera olaman va sizlar ham tushunasiz degan umiddaman. Demak, doimgidek dars boshida biz uchun muhadasa uchun, arabcha gapirishimiz uchun suratlar beryapti. Suratga qarab gapirish muhadasa o'stirishning eng yaxshi yo'llaridan biri hisoblanadi va siz ham men sizlarga doimgidek namuna qilib gapirib berganim kabi o'zingiz oynaga qarab gapirib mashq qilishingizda sizlarga maslahat beraman. Albatta bu sizlarga manfaatli bo'ladi deb o'ylayman. Unzur ila surati va ajib. Suratga qara va javob ber. Demak, doimgidek tagida savollar bor, savollariga javob berib ketamiz. Maza tara fi surati? Suratda nimani ko'ryapsan? يمكن أن نرى في الصورة التالية أولا الطائرة، وثانيا الدراجة النارية، وثم الحافلة، ثم السيارة، ثم الدراجة، وآخرا قطار. Biz bu suratda samolyotni, mototsikl, avtobus, yengil mashina, velosiped hamda poyezdni ko'rishimiz mumkin. Ayya al-muwasolati tufaddal? Qaysi transport vositasini afzal ko'rasan? Ana ufaddilu سيارة أجرة لأن أسرع ومريح لي، وعادة أنا أركب السيارة لأن دائما أريد أن أركب هذا. يعني men doim men mana shu sayyora ujratin degani taksi ma'nosini beradi. Men odatda mana shu yengil mashinani afzal ko'raman, chunki u tezroq yuradi hamda qulay. Shuning uchun odatda men bunga o'tiraman dedim.
Hal ta'rifu muwassalatin ukhra. Boshqa transport vositalarini ham bilasanmi deyilyapti. Bu yerda hamda yuqorida havoda uchuvchi berilgan, lekin suvda yuruvchi suzuvchi berilmagan. Ya'ni kema nima deyiladi? Kema safinatun deyiladi. Kema safinatun. Sin, fa, ya, nun hamda ta marbuta. Safinatun. Mana shu safinatun degani kema. Demak, na'am أنا أعرف مواصلات أخرى هي سفينة وسفينة يسبح على الماء. bilaman. U nima ekan? Safinatun, ya'ni kemadir. U suvda suzadi. Ana shunday. Keyingi mashq o'tamiz. Doimgidek bizga hivar berilyapti. Istami' va qro. Eshit va o'qi. Mahmudun. Al-wusul ila suqi صعب. Suq degani bozor. Bozorga kelish, ya'ni yetib kelish qiyindir. Valid aytyapti. Limaza? Nima uchun? Mahmud. Lianna wasat al-madina muzdahimun. Chunki shaharning markazi lianna degani chunki. Wasat al-madina shaharning markazi muzdahim. E'tibor qaratamiz. Bizga tepada berilmagan, lekin yangi so'z. Muzdahim degani tirband. Tirband degani. Tirband. Chunki shaharning markazi tirband edi. Va ana askunu fi shimal. Va men shimolda yashayman. As-suq. As-suqu qaribun min bayti. Bozor mening uyimga yaqindir. Mahmud. Jayyid. Ayna taskun bid-dabt. Anta qayerda? Yaxshi. Jayyid degani yaxshi. Anta qayerda yashaysan? Valid aytyapti. Askunu fi bina'in amama al-maktabati va khalfa qismi ash-shurta. Men fi da bina degani bino, amama al-maktaba. Maktaba degani do'stlar, arab tili ixlosmandlari, maktaba degani kutubxona. Amama oldida, kutubxonaning oldidagi binoda yashayman. Va xalfa qismi shurta. Xalfani aytdik, orqasida qismi shurta, politsiya bo'limining orqasida. Demak, aniq qilib aytsak, bitta qilib jipslashtirib tarjima qilamiz. Kattaroq gap bo'lgani uchun sizlarga bo'lib tarjima qilib berdim. Politsiya bo'limining orqasida, ya'ni kutubxona oldidagi binoda yashayman. Mahmud. Izan al-mustashfa qaribun min baytik. Demak, izan. Izan degani demak. Demak, al-mustashfa degani shifo. Nimani anglatadi, do'stlar? Shifo degani albatta shifoni anglatadi. Bu shifo xona degani. Mustashfa shifoxona. Qaribun min baytik. Sening, demak, sening uying nimaga yaqin ekan? Nima bu? Shifoxonaga. Barakalloh fikum. Ahsantum. Valid. Na'am. Bayti fi janubi ash-shari' wal mustashfa fi ash-shimal. Na'am. Ha. Uyim fi janubi ash-shari'. Shari' degani yana yangi so'z, ko'cha. Ya'ni ha. Mening uyim ko'chaning janub tomonida, ya'ni o'ng tomonida. Wal mustashfa fi shimal. Va shifoxona chap tomonida joylashgan demoqchi. Mahmudun. Mumtaz. Ila liqo. Juda ham yaxshi. Ko'rishguncha xayr deyapti. Istami' va raddid. Eshit va o'qi. Demak, mulohaza qilamiz. Bu yerda bizga qoida berilyapti desa ham bo'ladi. E'tibor qaratamiz. Al-qalamu. Mana sizlarga qolamni chizib ko'rsataman. Al-qalamu. Al-qalamu fawqa at-tawila. At-tawila mana shu. Qaysi ekan? Mana shu. At-tawila stol. Al-qalam qalam. Fawqa ustida. Al-qalamu derkanmiz. Al-qalamu fawqa ustidadir. Nimani? At-tawila stolning ustidadir. Qalam stolning ustidadir. Al-qalamu daxilal haqiba. Qanday qalam? Mana. Haqiba nima edi, do'stlar? Haqiba bi ma'na sumka. Sumkani nimasida turibdi? Sumkaning ichida turibdi, mana. Bu tepasida turibdi. Stolning tepasida. Sumkaning ichida turibdi. Ichida daxil degan ekan. Al-qalamu daxilal haqiba.
Al-mistaratu xorijal haqiba. Mistara degani chizg'ich. Mana bu chizg'ich. Bu chizg'ich. Bu esa sumka. Ya'ni al-mistaratu chizg'ich sumkaning tashqarisida, ichida emas, tashqarisida. Al-mistaratu xorijal haqiba. Falastin sharqal bahri al-mutawassit. Falastin al-bahr al-mutawassit. Bu safarga yangi so'zlar ozroq ko'proq ekan, yodlashga harakat qilasiz. Demak, Falastinu sharqal bahri al-awsat. Bahri al-mutawassit degani o'rta yer dengizi. O'rta yer dengizi demak al-bahr al-mutawassit deyilar ekan. Al-bahr al-mutawassit. Al-bahr al-mutawassit bima'na o'rta yer dengizi. Falastin o'rta yer dengizining chap tomonida, sharq tomonida joylashgan. As-Sudanu januba Misr. Sudan Misrning janubida. Al-Urdunu shimal as-Saudiya. Urdun Saudiyaning shimolida, ya'ni Iordaniya. Qotaru g'arbal xolij al-Arabiy. Xolij al-Arabiy deganiga nima degani? Bu nima aynan? Buning ma'nosi Fors juda chiroyli yozib bordim. Fors ko'rfazi degani. Bu yoqni davom ettirib qo'yasiz. Ya'ni Fors ko'rfazi. Al-Xolij al-Arabiy Fors ko'rfazi degan. Qatar Fors ko'rfazining g'arbida joylashgan. Aqifu amama al-maktaba. Men nimani? Maktaba ya'ni tamam ahsantum. Maktaba degani kutubxonaning oldida joylashgan. Ya'ni men kutubxonaning oldida turibman. Al-qittatu xalfa ash-shajara. Al-qitta degani mushuk, xalfa orqasida ash-shajara daraxt. Daraxtning orqasidadir. Al-qittatu tahta at-tawila. Endi bu qittayimiz tagida turibdi ekan mana. Shuning uchun tagida deyapti. Mushuk stolning tagida. Al-maktabatu yamina ash-shari'. Mana bu shari' bo'lsa, ya'ni ko'cha bo'lsa, uning o'ng tomonida mana maktaba, ya'ni kutubxona joylashgan ekan. Al-maktabatu kutubxona ko'chaning o'ng tomonidadir. Al-hadiqatu yasaru ash-shari'. الحديقة هذه يعني والشارع هذا يعني الحديقة يسار الشارع يعني باغ ko'chaning chap tomonida joylashgan. يقف الشرطي في زاوية الشارع. يقف degani turibdi. الشرطي degani politsiya xodimi. Zaviya burchagida, ash-shari' ko'chaning burchagida turibdi. Demak, politsiya xodimi ko'chaning burchagida turibdi. Safara walidun minal Kuvayt ilal Yamin. Yaman. Safara safar qildi Valid minal Kuvayt. Kuvaytdan ilal Yaman. Yamanga. Bularni aytib o'tdim. شمال جنوب شرق غرب فوق تحت يمين يسار أمام خلف داخل خارج زاوية deganlar. نستعمل هذه الكلمات لتحديد مكان الأشياء. Bu so'zlarni biz narsalarning joyini belgilashda ishlatamiz. Buni tepada o'rgatib ketdim. Ala fi min ila bular huruf jar. Bundan ya'ni ala fi min ila aytib o'tdik. Masalan, qarib min min keldi, ya'ni pretloklar. Bularning ismi pretloklar deyiladi, ya'ni huruf al-jar, huruful jar. Bularning ismlari zorf deyiladi. Aynan makon qayerdaligini belgilash uchun aytiladi. Istami' va qro. Eshit va o'qi. Assalomu alaykum Mansur. Assalomu alaykum
ustoz aytyapti. Va alaykumussalom ya Mansur. Limaza ta'akhkharta? Va alaykum assalom Mansur. Nimaga kech qolding? Lianna bayti ba'idun wal muwasalatu qalilatun. Chunki uyim uzoq va o'sha transport vositalari oz edi. Kayfa ta'ti ila al-madrasa? Ustoz so'rayapti. Nimaga, ya'ni qanday qilib maktabga kelasan? Mansur: أحيانا أركب سيارة أجرة وأحيانا أركب الحافلة. Ba'zida sayyarata ujratin aytdim, ya'ni taksi. Ba'zida taksiga o'tiraman va ba'zida hafila bima'na nima edi? Bas, ya'ni avtobus. Ba'zida demak taksiga o'tiraman, ba'zida nimaga o'tirar ekan? Avtobusga o'tiraman. Tamam. Harful vav. Vav harfini mashq qilasiz. Vav harfi ikki ko'rinishli. Boshida, ya'ni alohida va boshida ko'rinishi bir xil, oxirida va o'rtasida kelishi bir xil. Ko'rib turibsiz. Va vav harflarini qo'yib chiqasiz. Vuqut degani yoqilg'i degani. Mana shunday qilib qo'yib o'zingiz tarjima qilib, kerak bo'lsa gaplar tuzib oling, oson bo'ladi. Vav harfi uchun mashqlarni o'zingiz ko'rib qo'yasiz. Istami' va raddini bitta ko'rib beraman. Vaqtul futuri mubakkirun. Futur nonushta degan. Nonushta vaqti ertadir. Al-wardatu jamilatun. Gul chiroylidir, ya'ni atirgul chiroylidir. Akala al-waladu mawzan. Bola mavz degani bananni yedi. Xaraja al-hutu min al-bahri. Xaraja chiqdi, al-hut kit. Kit dengizdan chiqdi. Ana ashrabu al-qahvata. Men qahva ichyapman. Hazihi tawabi'u baridin. Bu tawabi'u baridin degani marka, ya'ni pochta markalaridir. Akhadtu an-nuquda min al-mihfazati. Men kashalukdan pullarni oldim. Al-waqudu ghali saman. Al-waqud degani aytib o'tdim. Ya'ni yoqilg'i, g'oliya saman degani, g'oliya saman aynan qimmatbaho narxdadir degani. Al-asadu qawiyyun. Sher kuchlidir. Waqa'a al-waladu 'ala al-ard. Bola yerga yiqildi. Wasala al-qitaru ila al-mahatta. Poyezd vokzalga yetib keldi. Al-mirwahatu qadimatun. Demak, ventilyator qadima degani eskidir. E'tiboringiz uchun rahmat. Yuqorida kelgan barcha yangi so'zlarni yodlang hamda yangi darsga tayyorgarlik ko'ring. Inshaalloh keyingi darsimizda 5-darsni o'tamiz. Biiznillah. Ilal liqo ma'as salama.